O'ziga shinamgina 3 xonali kvartira qidirib yurgan klientlarimiz sizning e'tiboringizga shaharning markazidan, lekin shunga qaramasdan juda ham hovlisi tinch joyda, bemalol spalni rayondan mana shunaqa chiroyligina kvartiramizni topib obzor qilib beramiz. Keling, 3 xonali kvartiramizni mehmonxonasini ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib ko'rib turganingizdek mana shunday chiroyli ranglardagi yumshoq mebellar, chiroyli kartinkalar qilingan, televizor. Bu tomonda alohida joyimiz bor. Bu yerda 2 kishilik mana shunday jurnalni stolik qo'ysangiz, seryozni razgovorlar qilishga yaxshi joy hisoblanadi. Kvartiramiz to'liq teplый pol isish tizimida isiydi. Keling, endi qolgan xonalarni ko'rib o'tamiz. Bu prixoshkamiz bo'lyapti. Qolgan xonalar, marhamat. Bu kattalar uchun mo'ljallangan kvartiramizni yotoqxonasi, 2 kishilik yotoq mebeli, kerakli barcha shkaflar, mana oynalar, konditsioner, xullas hamma sharoit qilingan. Chiqqanimizda o'ng tomonimizda 2 kishilik bolajonlar uchun chiroyli sharoit qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Xonalarimizda teplый poldan tashqari radiator ham bor. Mana bu bizda kirib kelish prixoshkamiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. To'g'rida sanuzlimiz bor, marhamat, buni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, kvartiramiz Samarqand shahrida, Rudaki ko'chasida, bilsangiz kerak, qurilayotgan 30 qavatlik Brilliant City'ning shundoqqina ro'parasidagi 8 qavatli domda joylashgan. Mana bu bizda oshxonamiz bo'lyapti. Rabochiya zonaga e'tibor beramiz, juda ham katta. Barcha kerakli mebel texnikalar qo'yilgan, kotelimiz bor. Bu yerda marhamat, balkonimiz ham bor. Hovlimizga bitta e'tibor beramiz. Juda ham chiroyli, tinch joy. 90 metr kvadratni tashkil etadigan ushbu kvartiramiz 8 qavatlik domning 4-qavatda joylashgan. Narxi 94 ming AQSh dollar deb baholanmoqda. Albatta kelishtirib beriladi.